Yaxshimisilar do'stlar? Biz yana darsimizningki davomini so'zlayveraylik. Qarasak, oldingi soat darsimizda biz buningki qo'saq qismini bitirib bo'lgan edik. Endi bu yerda yeni bir model bor ekan, biz buni yasab chiqaylik. Endi buni baylanaylik. Bu nerede desak, create'ning ichida ama polygonning ichiga qarasanlar, meydan. Birinchi bo'lsa yetarlicha shuni qo'y. Bundan yeni birini ko'chirib olay. Ko'chirishdan burun men avval meniki UV'sini yig'lay. Meniki tarixini yuritib, sansifirlikni muqimlitib, endi buningki UV'sini yig'lay. Planner Z o'qdan Asiklar bilan birlashgan. Endi massiv bilan massivni tanlab olgandan keyin kessak bo'ldi, kesatmasak bo'ldi. Kesmaydi bo'lsa. Nima qiladigan vaqtda biz buni baribir boshqa teksturani sizga ketmaymiz, faqatla rang orqali qilamiz. Badlaymiz. Shunga bizning bo'lsa yetarli. Bundan yana bir ko'chirib olaylik. Ko'chirib bu yerga Şekillisini üstletkenin ki bu ikisiga bir material verelim. Bulayım. Endi bununla bir ramp. Endi bu rampning şeklini bu nemiga paytliq desanglar, qaranglar, masalan men bir plane qo'yay. Endi bu plane'ga hozir material beraylik. Qaranglar.
Masalan, bunun asli holati mundaqda shunday qo'y. Bu yerda har xil shakllar bor. Shunga o'xshash, har xil shakllar bor. Mantalsoq. Peki mavzusim bilan, mavzusi biroz maska kerak. Endi buni non shaklda. Ko'rib boqaylik. Bunda bo'lki. Qaranglar mana. Ama tansiga iliq biroz kongitib qolibdi. Buning iliqi buningdan yaqin bo'ldi. Biz bunu yenilab shu Photoshop qilsak bo'lgan. Mana qilsak biroz qo'yasizkan bu. Biz mana rampni o'chirib turib Photoshopda mana bir betni icholaylik. Ondan keyin bu betning cho'nlig'i 4096 shunday qo'y, ya'ni 4 yetishmagan bo'lsa biz shaklni ishlataylik. Buni o'tirib to'g'rilagandan keyin işte siz öyle endi biz buni yine aslidagi muvaffaqiyatni yo'qotib PNG
kesmey. File'den buna kirgenden keyin biz buni kaldığı çaplatımız. Yani mouse'niki otur çaqını besip durup tatmış şey qo'yib lazım bo'ldi ha. Biz buni TJ şekilde qo'ydik. TJ ismini ko'chirib ismini bo'yicha TJ şekilde. Bunu biz ana shundan ma'vo o'ylaganday shakl keldi. Mana ücret değil. Endi ma'lum keldi shunaqa. Komandasiga keldi. Ma'vo bu bir sulya o'xshaydi qaraganda. Men faqat bu g'ijekning rasmini to'rdan ko'ra turib yozgan. Shunda bo'lgandan keyin ba'zi yerlarni bilmasligim normal ahvol. Ammo paqirash doirasi kengroq, paqiriqqa ojizroq. Ekranı paqirsin. Ojizroq paqirsin. Bu bitten mavi yağıcı mağbülki qarranda mağırlıqda bir seyirxanı bir paqlıq bölük bakın. Yine ma dairesi olsa naklayla bulmuşsa. Biz fakat bizninki qar dairesini beklep bireyli.
qarjağını muvafiqdan şep bolgandan keyin B'ye qarjağını belirteli endi bu dairge olsa buram bir ostidan surat kayıt koyulup buram belirteli Bunları gerek emizse Comment'e arasında siyah renk bölük koptu bununki. Bu dairde bir siyah renk bölük var. Bununla parkuraş dairesini belirtelim. Yine Nördüş 2 1 manığımı bir bu işte turya ve son manığı bir tekstür, manığı bir tekstür gidiyor. Qayalanınki parkuraş dairesi asosiyatim o'xshash. Yani
Hızlıcıraq baxaydı. Ondan mavi bölekni buraya turuyabız buldu. Eğer bu yanın pakırışı dairesi mi? Okşaşı. Bunun mu? Çok böyle. Şimdi titriyor. Spec. Alınsa hadisələr dərslərim sözügən var. Bununki qanç axı olsa mağrayan. Qanç axı olsa şunca bek paqıraydı. Qanç qarı olsa şunca paqırmaydı degan təmşilaq bu. Sonra bununki spekler var. Bunu vereyim. Qarsanlar miyanın paqırışı biraz güçlük, miyanın aciz. Ben paqıraq dairesini ben texnimi küçəydi ya. Bunu onlara paqırtaydı. Texnik paqırdı. Hem de bu paqırap qalma yine Nurqayt alıqı sayıs tushudolmaydi. O'zining ko'gini buldu. Çünkü bu bir metal o'xshash bir ekan. Mana biz bunu ishlatmay boshqadan bir ulab chiqaylik. Bu riff. Ne manasal şürükteyle sırf bozuldu. Hem de o commands'ninki o qilishni qo'y. Qili ve avval bununki UV'sini ko'rib bakay. UV'si bundaki bunun UV'si bo'lsin burada çünkü bu bir oq rangli qillardan tarkib topgan. Biz Lambert shunchalikdan bo'ldi. Endi mana tarlar ishni qo'y. Tarisi pulatsın. Bulayım. Bunu çürütmez. Bundan paqirish dairasi kichik. Ma'lum kuchlik.
Buni asosiyati yo'q. Qilsak, bu qarga emas, men qar ko'rgan bilan bu qarga tabaymiz. Nishqa desanglar, bu sirtdagi nurning rangiga qarata nur qaytib hisobda kumush rangda tushunsangiz bu. Endi biz mana bu 5-ninki siz olgan BAM teksturini joylab bakaylik. Biz bununki o BAM neyini qilamiz. Mushqavetni chiqarib olaylik. Export selection. Widget şeklini TGA. Bularninki o'xshash, hammasini material bir bo'lgandan keyin birsini tanlasak o'xshash. Bump bu yerda. Bump. Endi bu kuchli ketibdi shunaqa bu. Kuchli ketgan bo'lsa, biz buni kichiltirsak ham bo'ladi. Yana ozroq kuchli ketgan. Bo'ldi. Paqiriqligini biz ozroq kuchaytirib qo'ysak bo'lardi. Yana paqiriq doirasini, mana kim o'xshash. Bundan o'xshash. Kemen normal sel bump sel azroq qancha bo'lganda Endi işçilik olsun. Endi bu saatlik dersimiz bir yaklaştı. Olsa keyingi saatlik dersde görüşelim. Xeyr, xo'sh.